Salom do'stlar, sizlar bilan men yana Hero Prime. Bugungi videoda biza TNT Cannon degan narsani yasadim. Men sizlarga uni obzorini ko'rsataman. Qani ketdik. Mana do'stlar, bu narsa mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Atrofda TNT ham bo'ladi. Mana bu yerga bitta tosh qo'ygan. TNT'lar yomg'iri. Yerda hali bir portlayapti. Mancha TNT tugadi. Mana shu videodan agar 100 ta like kelsa, men videoni bu narsa qanday yasalishini ham o'rgataman. Bo'lmasa videoga shu yerga stop qilamiz. Aytgandek videoga 100 ta like kelsa, shuni qanday yasalishini ham o'rgatib o'taman. Hammaga xayr.